Hop, uchinchisi. 3 mol azot, 5 mol vodorod va 2 mol ammoniak gazlari 2 litr idishda aralashtirilgan va reaksiya uchun zarur sharoit yaratilgan. Doimiy haroratda muvozanat holatida idishda 8 mol gaz mavjud deb muvozanat konstantasini hisoblang. Demak, azot plus vodorod bu yerda ammoniak chiqar ekan. Boshlandi, sarflandi, muvozanat. Azot 3 mol, vodorod 5 mol. Azotdan 2 mol bor ekan boshida. Aytyapti 2 litr idishda aralashtirilgan. Xo'p, reaksiya doimiy reaksiya uchun zarur sharoit yaratilgan. Doimiy haroratda muvozanat holatida idishda 8 mol gaz mavjud. Demak, muvozanat holatda 8 mol ekan. Demak, 8 molga to'playmiz. Sarflansin x desam, bu yerda 3x bo'ladi. Bundan 2x hosil bo'ladi. 2 plus 2x 5 minus 3x bu yerda 3 minus x ga teng bo'ladi. Hammasini hisoblaydigan bo'lsak, demak, bu yoqqa proporsiya yozaman. Bu 3 bilan 5 8 minus 4x plusdan 2 plus 2x teng bo'lsin 8 ga. Xo'p, endi bu 4 bilan bu 2 qisqarib ketadi. Demak, bu 8 bilan bu 8 qisqarsa 2 qoladi bu yerda. Bu 4 bilan bu 2 bo'ladi. Bu yerda ham 2x hosil bo'ladi. Hali o'shanda x'imiz 1 ga teng bo'lar ekan. Demak, x 1 ga teng bo'lsa, bundan 3 ketadi. Bundan 1 qolsa, bu yoqda 2 4, bu yoqda 2, bu yoqda ham 2 qoladi. 2 2 4 4 8 bo'ladi. Endi biz yerda muvozanat konstantasini hisoblaymiz. Kmni hisoblashimiz kerak ekan. Demak, kmni hisoblaymiz. Hosil bo'lgan 4 ning kvadrati taqsim bo'lingan 2 ko'paygan 2 ning 3-si. Demak, 4 kira 4 ko'paytirsa 16 tepasi. Pastda 2 ning 3tasi. Xo'p, mana shu joyda to'xtayman. Birinchi hajm topib olaylik, yaxshi. Keyin km topamiz. Hozir shu holatda hajm berib qo'ygan-ku. Endi muvozanat holatdagilar o'zgaradi. Demak, 2 bo'lsa bu 1 molyarli mol taqsim litr. Bu ham 2 bo'ladigan bo'lsa, hajmga bo'lsak 1 mol taqsim litr. 4 bo'lsa bu 2 mol taqsim litr bo'ladi. Xo'p, endi ammoniak yozib xato qilibman. Km topamiz. 2 ning kvadrati taqsim 1 ko'paygan 1 ning kubi. Hosil bo'ladi 4 ga. Demak, bittada javob chiqib keladi. Narigida ham javob chiqar ekan. Lekin shu usul qulayroq. Endi unda 1 chiqib qolishi mumkin. Demak, javob D javob bo'lar ekan.